Bismillahirrahmanirrahim. Mana biz Navoiy viloyatining Karmana degan joyida eski qadimiy Buxoro amirligining ikkinchi shahri bo'lgan shu yerdagi Qosim Shayx Hazratning qabrlari yonidamiz. Ziyoratga keldik. Navoiyshunoslik konferensiyaga kelganlar. Bu kishi 16-asrda yashagan Yassaviya shayxlaridan va 16-asrdan oldin bilasiz, Yassaviya bilan Naqshbandiya o'zi Yusuf Hamadoniydan Abduxoliq G'ijduvoniy va Ahmad Yassaviy ikkalovlari ham muridlari bo'lgan, ikkalovlari ham o'rinbosar xalifa bo'lgan. Lekin Ahmad Yassaviy Abduxoliq G'ijduvoniyga ruxsat berganlar va o'zlari yurtlariga qaytganlar. Shu bilan G'ijduvoniy Xo'jagon tariqatini, Yassaviya tariqatini asosladi. Manbasi bitta. Yusuf Hamadoniydan keladi, u kishi Najmiddin Kubroviyasidan keladi. Qizilda endi. 3 ta tariqat ham O'zbekistonda asoslangan, shu yerdan tarqalgan. Lekin orada Buxoro hududlarida Naqshbandiya kuchayib ketgan edi. 13, 14, 15-asrlarda ham Naqshbandiya kuchayib ketgan edi. Bu kishi Yassaviyaning shayxi va o'sha davr Shayboniylar hukmronligi davrida Shayboniy xonlari bu kishini o'zlariga pir deb bilgan. Bu kishi karomatli va juda ko'p muridlari bo'lgan, shayxlardan bo'lgan, hurmat izzatlari juda baland bo'lgan va ayniqsa Xo'ja Ahrordan keyin tariqat ahlining, shayxlarning siyosatga aralashuvi, faollashuvi kuchaydi. Xo'ja Ahror tariqatni davlat siyosatiga yaqinlashtirdi va davlat rahbarlari tariqat ahllari, pirlaridan maslahatlar so'raydigan, fikr so'raydigan bo'ldi. Bu shu darajada davom etdiki, Naqshbandiya shayxlari nimada Buxoroda, Chorbakirda hatto podsholar so'rar edi. Biz qaror chiqardik, shayxlar nima deyapti, pirlar nima deyapti deb Chorbakirdagi shayxlardan fikr so'rardi. Ular yo inkor etar edilar, yo qo'llab-quvvatlar edilar va davlat siyosatini xalq o'rtasida yuritishda tariqat bir vosita masalasini ham bajargan va amalga oshirgan. Shuning uchun bu Qosim Shayx misolida eslaganimizning sababi shuki, o'sha 16-asrda ham Shayboniylar siyosatini yuritishda Qosim Shayxning o'rni katta bo'lgan va siyosatga tariqatga siyosat quloq soladigan zamonlar bo'lgan. Buxoro avliyolarining qabrlari shunday ochiq, marmar bilan o'ralgan, usti yopilmagan, ustiga maqbara qilinmagan. Mana yonidagi imoratlarni ko'ryapsiz. Bu xonaqo mana Abdullaxon qurdirgan xonaqo masjid emas. Xonaqoda shu Qosim Shayx o'z muridlari bilan birga yashagan va tariqat ahllarini tarbiyalagan. Albatta xonaqo ma'naviyat markazi, ma'naviyat makoni bo'lgan. Hozir mana bu karmanaliklar ham aytdilar. Kelgan mehmonlar, boshqa tariqatlar vakillari ziyoratga keladi-ku, bir shayxni eshitgandan keyin bir pirni. O'shanaqalar uchun ham bir qo'noq vazifasini, ya'ni mehmonxona vazifasini ham o'tagan. Joylari jannatdan bo'lsin, mustaqillik sharofati bilan shunday ulug' joylar qaytib muqaddas makonlarga, ziyoratgohlarga aylantirildi va islomiy ziyorat uchun, ziyorat turizmi uchun bu ham bir muhim nuqtalardan biri. Nimadagi Navoiy viloyatidagi muqaddas qadamjolardan, muqaddas ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Shu darajadaki bu o'sha Qosim Shayxga bo'lgan hurmat, Shayboniylarning hurmati so'nggi Buxoro amirlari Mang'itlar davrida ham davom etdi. Abdul Ahadxon so'nggi Buxoro amiri Said Olimxonning otasi, dadasi shu yerda mana shu shayxning yaqin yerlarida dafn etilgan. Bu kishini ham ziyorat qildik. Abdulla Ahadxonning qabri ham shu makonda.